Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bugungi sotuvga chiqqan hovli joyimiz Urganch shahrida, Vodnikda ajoyib to'chgan местоположениесidan gap yo'q. Shaharning ichi bo'ladi aziz yurtdoshlar. Yine xonadonimizni hovli joy bu ikki plan desam ham bo'ladi. Ikki plan avvalgi qadimgi solingan keng hovli joylardan aziz yurtdoshlar. 28'e 30 umumiy kvadratı 840 kvadrat metrdagi hovli joy sotuvga chiqdi. Manisat hovli joylarni aziz yurtdoshlar topish qiyin. Bu qasam bir ajoyib, qimmat emas, normalni zo'r bahoda qo'yibdilar. Xonadon egasi sizlarga xudo xolasa hozir ko'rsatib, obzorni qilib beraman. Danıştırib birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlardan birdan like bo'lsin aziz yurtdoshlar. Bizani minnatimiz qo'llab-quvvatlab kanalımıza podpisatsiya basmagan bo'lsangiz, podpisaga bosib, bizani ko'rib kuzatib boring. Pajanli xota bor, darvozasi bor, orqasida bog' ham katta. Yana aziz yurtdoshlar, Urganch Vodnikda местоположение gap yo'q, shaharning ichi. Unda bir pajanli xota. Ko'chalarni qaranglar, ko'chalar ham keng, ajoyib. Zo'r tushgan. Pajanli xota. Bundan boshlangan yine. Haddi şuradan başlangan bo'ladi aziz yurtdoshlar. Akfa aynalarni ham ajoyib bundan qo'yilgan, fasad ham tayyor bo'lib turibdi, chiqib yine. Yashalib o'tirgan uy. Yine bu girish qismi elding zinalar quyilgan, yine stupinka qilinib, bilan dosh to'shak qo'ydilar ajoyib etib. Hozir ben taraf hadini ham ko'rsataman. Zeleniy zonasi baynaldan da erchalarni kiyib qo'ydilar. Chiqdingizda 4 yurt turibdi. Eshiklardan. Narxini oxirida aytaman aziz yurtdoshlar, videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolaman. Ben katta darvoza. Garaj hisobi orqa taraf Toshkentga tushgan, hozir ham ko'rib chiqamiz. Mashinani polni girgizib qo'yaverasa, dim ajoyib. Ben tarafda ham pajanli xota bor. Uyni, yine. Uyni tashqari qismidan sizlarga ko'rsatib obzor qilib turibman. 840 kvadrat metr salkam 2 plan aziz yurtdoshlar. Keng, mo'l, ajoyib. Xolasansa bo'lib turib ham salaversangiz bo'ladi yine. Aynalı akfadan qilingan. Bismillah deb endi xonadonimizning ichkari qismiga giramizdan. İçkari qismidan ko'rib chiqamiz aziz yurtdoshlar. Gap yo'q. Zeleniy zonalari bor. Keng mo'llikda. Geldi. Çıktınız 4 avtobus. Damaz hemmesi gap turibdi Urganchda. Qani bismillah deb giramiz esa. Girgan yerimiz ishning dalon bo'ladi. Katta aziz yurtdoshlar, poldan chiqqan, pol ochilgan, yashalib turgan uy. Remontlarni ko'ringlar, patolog, natijli patolog qilingan. Üstiralar bor, dalon, hol qismi katta tushgan. Umumiy 5 xonadan iborat bo'ladi aziz yurtdoshlar. Xonalarni danıştırib chiqamiz hozir. Xudo xolasa girgan yerimiz ishning dalonina katta. To'y tomosha qilaman desangiz ham bemalol ajoyib so'sa bo'ladi. Yine ko'rinishi. Katta dalon qismi. Gap yo'q. Fondan chiqib turibdi devorlar. O'ng tarafda kotel joylashgan bo'ladi yine aziz yurtdoshlar. Отопление. Nasozlar ham taqilgan. Registrlar, batareyalar, cho'yin registrlardan ajoyib issiqlikni tutadigan. Shuni aytib yurib borishimizda chap qo'limizda chap tarafda 2 xona joylashgan bo'ladi. 2 zal desam bo'ladimi? Keng mo'l. Bismillah deb eshiklar qadimgi ajoyib eshiklardan aziz yurtdoshlar. Buzli salqin bo'ladi yine. Pes bostirilmagan ajoyib ko'rishingiz mumkin. Qadimgi solingan joylardan aziz yurtdoshlar. Bismillah deb giramiz. Zal. Katta zal qismini tayyor holatda. Oboydan chiqib turibdi. Patologlar junab ishlangan yine. Dinini lampochalar qo'yilgan, patologning lyustran tayyor turibdi yine. Chiroyli, fayzli. Registrlar, profil registrlardan qilingan ekan beri. Ham ko'rsatib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, oyoq tiy. Laminat pol. Oyoq tiylari zalniki. Shuni katta zal yine. 7 ga 5 desek ham bo'ladi buni. 4 desek ham bo'ladimi? Aynalar Dishon tarafga qaragan yine. Aziz yurtdoshlar, birinchi xonamiz zal.
girgen yerde. Yani plintusda vurulgan, uğulla berilgen, aboydan çıkıp patologla üçüncü çıraylı olup durdu. Azizler. Birden çıkkandımızdan ki ikinci xanaya giremiz. O zal desek doğru geledi. Eşikler, kadın eşiklerden ayak telleri, laminat. Yine. Birden tayar halatda yine patologlarını görüşseniz mümkün. Lampçıyla kılıngan patolojini, lüstralı asılgan. Acayip ram razmeri şunun yine bir bam zal aynalar deşana karagan profil registrla kılıngan bir yere. Ayak teler laminat bol. Aynalar bak tarafa karab durdu yurttaşlar. İkinci zal. Plintus'a vurulgan laminat bolla kılıngan. Birden çıkamız yine. Çıkkandan ki yine doğruda bak tarafa çıkadan işik. Bu işik hem demir işikten kılıngan yine yurttaşlar. Yine. Az bak tarafından gösteremem. Şimdi katta bir Toshkent sipason bak taraf tushib turibdi yana bu yerda. Yozgi hojatxona tayyor. Yine quyilib oyoq telar ham zinalar quyilib beton qilingan. Yine aynalar hozirgi zalni aynalar bu tarafa qarab turibdi. Bog' tarafa ko'rsatganim Toshkent sipason. Bu yerda bog' ataman desangiz katta bog' yine ziluni zonasi tayyor, mevalar daraxtdan ekilib turibdi. Yurttaşlar şuradan çüyüp boramiz yine. Feyzli bir zor keng mo'llikda yashayman degan yurtdoshlarimiz bo'lsa, videoni yuvarib qo'yishni unutmanglar. Yine daraxtlar, zeloni zonalar, bog'lar yine katta. Yine yurtdoshlar keng. Polni to'y beraman desangiz, to'yni sovadigan xoli joy bo'ladi yurtdoshlar. Ben tarafazı göstergenim, Deşandan göstergenim darvaza. Darvazadan girip gelip içeride yine bir 4 maşını sığdırıp koysanız da buladı yurttaşlar. Xalasanız da üstünden setip bekle verəmən deseniz de cistin garaj bop dura verədi. Yine. Bak tarafından gösterip obzor etip ötətdirmə. Yine. Kuyulgan ayak diyen təyər tutdu. Burçatki vurub verəmən deseniz de burçatki təyər bitonet kuyulayıb tutdu. Gap yok. Erteler gelip durdu yine, su toçkeler gelip durdu. Gaz seviyet suyundan muamma yok. Ülgen şehirde. Yurttaşlar bonlikte buladı. Hazır xuda xalasa, arayanda yaxanalanam gösterip obzor kılıp çıkamız. Vaxt tarafından görüp çıktık. Televizor toçkeler yine. Joylashgan yurda oturup çay pay içip dalanda tayyor buladı. Ben tarafına prahod, ben taraf xanasa, ben de ucu bir plan inem gideceğim. Bismillah da 10 kolda şimdi xana yine eşikler acayip. Çıraylı eşiklerden kadimki kalın, müstahkem spalni boladı. 10 kolda ben spalni xanalar yine bam acayip açık yer kesiyette fondan çıkıp durdu, lüstra kılıngan. Patologla yönetip işlenge yine acayip etip aynaları deşana karagan, registrle gegen yap buluşu mümkün emez. Hem aynası deşana karak tuttu yurttaş. Ayak teleri pol. Spalniyem dar emez. Geng spalniye acayip. Doğru gelip yaşaydı. Prahotumuzun yine koridorunu ayak teyan pol kılıngan yurttaşlar. Kadimki tahta pollada acayip sıfatlı müstahkem salıngan üyden. Keyin çap tarafa giremiz. Çap tarafımızdan şimdi bir spalni. Bu an fondan çıkıp durdu. Aynası bak tarafa karagan. Lüstra kılıngan yine. Anatomli fonda durdu. Eşikler kadimki eşiklerden müstahkem. Mınni müstahkem sıfatlı salıngan caylarken buladı yurttaşlar. Şu an itibar verin. Kvadratan zor lekin katta. Ki yine bir spalni caylaşkan bir yerde yine. Silikat bilen plitadan bastırılgan yurttaşlar. Bunu indi detski xana etib qo'ysam bo'ladi. Sal kichikroq ekan, yosh bolalarni xonasi etsadim chiroyli, udobniy bo'ladi ekan yurttaşlar. Ulam aynalarini vaqt tarafa qaragan. Registrlar gap turibdi.
Tak. 10 kolda oshxona. Oshxona ham kengligi. Shundan keng joylashgan. Oynalar ko'cha tarafga qarab turibdi, oynalari oq oynalardan. Registrlarga oyoq telari pol. Oshxonaga gap yo'q, kenggina edi. Patologlarni ko'rib tursa, bu fondan chiqib turibdi, anatomli fonda. Yurtdoshlar keyin oxirgi chat tarafdagi xona bo'ladi, bu sanuzel. Hojatxona, vonna hammasi kelib turibdi. Qatyon, olgular ham tayyor, plitadan, kafeldan chiqib turibdi, ajoyib bo'lib yurtdoshlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunday yine chiroyli qilinib turibdi, tayyor. Bu tarafni ko'rsatadigan bo'lsak, bu taraf yine deysham bog' tarafdan ko'rsatganimning, shu yerdan bog' tarafga chiqsangiz bo'ladi. Tashkent poson qilinib turibdi, darvozadan girish qismi. Mashinalarni kirgizib qo'yaverasiz, xolasangiz navesatib berasiz, ustidan navesatsangiz chisting garaj bo'ladi. To'y ataman desangiz, tomosha qilaman, to'y tomosha uchun dim qulay uyni odam sig'dirmoqqa katta kvadratda uy. Aziz yurtdoshlar, 840 kvadrat metr bo'ladi joylashgan. Hujjatlardan muammo yo'q. Aziz yurtdoshlar, yana shuni katta proxodda hozir xonalarni ko'rib tanishtirib chiqdim. Umumiy 5 xonadan iborat. Ko'rganlaringizdek katta dalon. Dalondan girgan yerda chap tarafda 2 zal bo'ladi. Katta tushgan, uni ko'rsatib chiqdik hozir bir qator. Keyin bog' tarafga chiqib ketaverasiz. Keyin bu tarafdan 3 spalni oshxona, keyin sanuzel joylashgan bo'ladi. Uyimizning fayzi ajoyib, qadimgi solingan keng, katta 2 plan hovli joy. Endi narxi hamma uchun qiziq aziz yurtdoshlar, narxini $155,000 deb turibdilar. Xudo xolasa kelishiladigan. Ikkilamchi kreditga chiqadi ekan, ikkilamchi kreditdan beramiz deb turibdilar. Naqd ya bo'lmasa ikkilamchi kreditga sotiladi. $155,000. Aytilishi, xudo xolasa kelishiladi. Uyni xonadan egasini o'zlari bilan uchrashtiramiz, gaplashtiramiz, savdolashib olaverasiz. Quruvchilar bo'lsa, quruvchilar ham aytib ko'rsatib savdolash xudo xolasa beraveradilar. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan shunday hovli joyimiz hozircha shunday iborat edi. Lekin dim местоположенияsi ham zo'r, dim fayzi shunday katta hovli joy, 840 kvadrat metr aziz yurtdoshlar. Pajonni xodlar ham bor, ikki tarafida ko'rsatdim. Bizning videorolikimizga bir dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bosmagan bo'lsangiz bir dona like'ni bosib qo'ying. Bu videorolikni uy joy olaman, katta shunday uy joy qidirib olaman, hazratib yashimonda birgan donish bilsangiz, yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmanglar. Kanalimizga podpisatsiya bosmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bosib, obuna bo'lib qo'yib, shunday zo'r uylarni ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi aziz yurtdoshlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.